Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga ajoyib ragoshka shirinligini o'rganamiz. Bizga 3 stakan un, 200 gramm sariyog' yoki margarin, 3 dona tuxumni sarig'i kerak bo'ladi. Oqini ajratib oldim. Ozginagina razli etil solamiz 1 choy qoshiqda. Endi 200 gramm smetana soldim. Qaymoq solsa ham bo'ladi. Smetadan foydalandim. Yaxshilab xamirni sindirib olib qo'yamiz xolodilnikka. Shu orada tuxumni oqini ko'pirtirib olamiz. Ozroq-ozroqdan shakar solib olamiz. Yarim piyolacha shakar ketdi menda. Yaxshilab ko'pik qattiq holatga keltirib olgandan so'ng xamirlarimizni olib, mana shu shaklda yumaloq-yumaloq yong'oqchadan sal kattaroq qilib to'kib olamiz. Dumaloq qilib, endi esa juva yordamida yoyib olamiz. Orasiga tuxumli massamizni solib olamiz endi. Xuddi shunday qilib chiroyli qilib buklab olamiz. Vilka yordamida chiroyli qilib naqsh keltirib olamiz. Endi listimizga terib olamiz har bittasini. Endi 170 gradusda 20 minutga qo'yib pishirib olamiz gaz pechimizga. Pishirib oldik. Endi xohishga qarab saxarli pudra yoki malaka surtamiz. Menda malaka bor, o'shaning uchun malakani ustiga surib olamiz endi. Chiroyli qilib surib olganimizdan so'ng ustiga yong'oq sepamiz xohishga qarab. Azizlar, sizlar ham albatta tayyorlab ko'ring, juda ham mazali chiqadi, tez tayyor bo'ladi. Yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'yishni unutmang va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.